qo'llaring poyingga gul otib ham bo'ldi. Xilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi. Va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Yor uyida mohirasan necha zamonlar. Yaxshini ham yomon deydi o'zi yomonlar. Yolg'onligin oshkor bo'lar bir kun gumonlar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 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 Sen opasan, sen singilsan, yo mehribon qiz. Ibolisan, xayolisan, mudom yorug' yuz. Shunday go'zal zebolarga ta'zimda durmiz. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen onasan, parvonasan, go'dakkinangga. O'g'ilmi qiz farzand bersin etakkinangga. Yo'q bolangni so'zi botar yurakkinangga. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami bilan barchani tabriklaymiz. Hozir ozgina kichik kayfiyat ko'tarish uchun ozgina o'yinimiz bor. Yoshlardan yoki ustozlardan?
Krizdagi zo'r narsalar. Без тебя, как звезд, не на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет. 오빤 강남스타일 경남이지만 못된 모든 여자 이때다 싶으면 몸보다 머리 푸는 여자 가렸지만 눈보다 Haqqoniy joyi. Assalomu alaykum hurmatli ustozjonlar. Bayramlar muborak bo'lsin. Juda ham bir aktiv harakat qildinglar. Hammalar ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Birinchi navbatda 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan hammalarni chin yurakdan tabriklaymiz. Umringiz uzoq, rizqingiz baland bo'lsin. Hamisha pochchalarim baxtiga sog' bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha shunaqangi chiroyli ham farzandinglarga, ham o'quvchilarga tarbiya berishda birontanglar charchamaysizlar degan umiddaman. Hammalarga bayram muborak bo'lsin. Odam bir chiroyli bir bayram tashkillashtirilyapti. Erkaklarga birinchi bitta chiroyli qarsak chaqirasizlar. Endi o'zimiz maqtab beramiz endi. Nima qilamiz boshqa? Endi tadbirimizni eng kulmatsion joyiga to'xtadik. Hozir bizani maktabimizni erkaklari sizlar uchun bir chiroyli bir sovg'alar ham tayyorlashgan. Aytadi-ku, sovg'a qani deydi. O'siz hisobmasdi. O'shaning uchun agar ruxsat bersanglar, ketma-ketlikda sekin sovg'alarni taqdim qilsak. Asli bu bog' ermaklarning borar yerisin. Rosti yolg'on erdaklarning borar yerisin. Aso otdek erkaklarning borar yerisin. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Qirqta joni bor deb gohi qarolmaganmiz. Goh olisda yurib holing so'rolmaganmiz. Yor bo'liblik, goh do'sting bo'lolmaganmiz. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Bugungi 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin yurakdan samimiy muborakbod etamiz. Umringiz uzoq, rizqingiz baland bo'lsin. Hamisha yuzingizda bahor tabassum arimasin. Yana bir hammalarni chin yurakdan tabriklab qolamiz. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 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 Hammalarga kattakon rahmat. Agar ruxsat bersanglar, sekin bitta chiroyli duo bilan yakunlasin. Soatdan 10 ga yaqinlashib boramiz. Har xil bolalardan, bolasidan, bolasidan, xizmat bolasidan, bemahal o'limdan, har xil virus ofatlardan, urushlardan o'zi panohida asrasin. Har doim shunaqa chiroyli, go'zal bo'lib yuringlar. Sevinglar, sevilib, xursand bo'lib yuringlar.
Umringlar uzoq bo'lsin. Qo'shganinglar bilan qo'shaqaylar. Bolalaringlarning rohatda ko'rib yuringlar. Keyingi ro'za Ramazon oylariga bag'ri butunlik bilan yetish hammamizga nasib aylasin. Topganlarga barakasini ham umrlari uzoq bo'lsin. Davron aka boshchiligida bir chiroyli bir shashlikni guvohi bo'ldi. Doniyor aka boshchiligida yordamda Abdulaziz, Shohruxlarni yo'lladi. Jamshid aka, Stol Akrati, Edem aka, Bobur aka. Umid barchasi ayollarimiz Shunday chiroyli bayramni uyushtirgan erkaklarga rahmat. rahmat xalqimizmi? Rahmat xalqim, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Qabatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi.